Ramita Navai 1973-yil 21-iyulda Eronning poytaxti Tehron shahrida tug'ilgan. U Eron islomiy inqilobidan keyin oilasi bilan Londonga ko'chib o'tgan. Shu sababli u ikki madaniyat, eronlik va inglizona qadriyatlar ta'sirida voyaga yetgan. Bolaligidan ikki tilda, fors va ingliz tillarida so'zlashgani uning keyingi ijodida ham katta rol o'ynagan. Navai bugungi kunda dunyoga tanilgan jurnalist, yozuvchi va hujjatli film yaratuvchilaridan biridir. U asosan inson huquqlari, siyosiy muammolar va ijtimoiy tengsizlik masalalariga oid ishlar bilan mashhur. Navai o'z faoliyati davomida xavfli hududlarda ishlagan, muammoli mavzularni o'rganib, ularni keng jamoatchilikka yoritib bergan. Ayniqsa uning Eron jamiyatiga oid kitoblari va Yaqin Sharqdagi hujjatli filmlari xalqaro miqyosda katta rezonans uyg'otgan. Ramita Navai o'z faoliyatini 2003-yilda boshlagan. U dastlab The Times gazetasining Tehrondagi muxbiri sifatida ishlagan. Shu davrdan boshlab u Eron, Yaqin Sharq va boshqa xavfli hududlardan o'z reportajlarini tayyorlab kelmoqda. Keyinchalik u Britaniyaning Channel 4 telekanalida ishlay boshladi va Unreported World dasturida ko'plab hujjatli filmlar yaratdi. Uning asarlari asosan odatda ommaviy axborot vositalarida yetarlicha yoritilmagan mavzular, inson huquqlari buzilishi, siyosiy zulm, diniy va ijtimoiy bosim masalalariga bag'ishlangan. Ramita Navai ko'plab xavfli joylarda suratga olish ishlari amalga oshirgan. Masalan, Suriyada fuqarolik urushi davrida yashirin ravishda suratga olib borgan. Iroqda terrorchilikka qarshi kurash hamda diniy nizolar oqibatida sodir etgan qirg'inlarni hujjatlashtirgan. Afg'onistonda ayollarning huquqlari, jinsiy zo'ravonlik va siyosiy zulm mavzusini yoritgan. Ramita Navai o'z faoliyati davomida ko'plab xalqaro mukofotlarga sazovor bo'lgan. Jumladan, 2 marta Emmy mukofoti, 2 marta Robert Kennedy mukofoti shular jumlasidandir. 2023-yilda esa Ramita Navai o'qigan maktabi Putney High School tomonidan Alumna of the Year mukofotiga loyiq topilgan. Ramita Navai ijodida eng ko'p ko'zga tashlanadigan jihat uning qo'rqmasligi va jasorati. U ko'pincha hayoti xavf ostida bo'lsa ham voqealarni ochib berish uchun eng xavfli hududlarda safar qiladi. Uning hujjatli filmlari va maqolalari